Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari, hamma sog' salomatmi? Bugun biz sizlar bilan birgalikda ajoyib bo'lgan, tezgina tayyor bo'ladigan tiftel sho'rva tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladigan masalliqlar: farsh kerak bo'ladi, 300-350 gram, bir dona qizil sabz kerak bo'ladi, chesnok kerak bo'ladi, 4-5 zubchik, bir dona tuxum kerak bo'ladi, kartoshka 4-5 dona, piyoz 3 dona. Bir donasini qiymaga to'g'rash uchun ishlatamiz, ikkitasi zirvayaga ishlatamiz. Bolgarskiy kerak bo'ladi, bir dona qizil, bitta yashil, bitta nimasidan buni ishlatamiz. 100 gram guruch kerak bo'ladi, bitta piyolada sala. Salat yog' kerak bo'ladi, pripravalarni qo'shish jarayonida hammasini ko'rsatib o'taman. Ishimizni bismillahirrohmanirrohim deb boshlab olamiz. Piyozlarimizni mayda quyuq to'g'rab olamiz. Bir dona piyozni maydalaymiz. Chesnogimizni ham mana bir donani mayda to'g'raymiz, buni ham qiymamizga qo'shish uchun. Endi buni qiymamizga qo'shib olamiz. Qiymamizga endi tuz solamiz tabga ko'ra. Ziravorlarimizni zira solamiz. Maydalangan kashnit solamiz. Qizil paprika, qizil shirin solamiz. Guruchimizni solamiz. Guruchimizni yuvib tayyorlab oldik. Guruchimizni solamiz. Va bitta tuxum chaqamiz buni ustidan. Qiymamizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana farshimizni shu turishda yaxshilab aralashtirib oldik. Endi sabzlarimizni mana shu shaklda to'g'rab oldik. Figurniy pichoq bilan. Piyozimizni ham to'g'rab oldik. Chesnoklarimizni ham to'g'rab olamiz. Hammasini piyozga qo'shib qovuramiz buni. Bolgarsklarimizni ham mana shu shaklda quyuq to'g'rab olamiz. Endi qovurishimizni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb qozonimizga yog'imizni quyib olamiz. 150 mg mo'ljallaymiz taxminlab. Yog'imiz qizidi, endi piyozimizni solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Piyozlarimiz buni qovurildi, tillarang bo'lib, endi buni sabzlarimizni solamiz. Bolgarskiy chesnoklarimizni ham birgalikda solib qovurib olamiz. İki-3 daqiqa qovurib oldik, endi kartoshkamizni ham tashlaymiz. Kartoshkamizni ham shu shaklda to'g'rab olamiz. Va bunga hozir qo'shib, birato'la damashni tamasdan ozgina yarim qoshiq qo'shib olamiz. O'ta qizil ham bo'lishi kerak emas, shunday bo'ladi. Yaxshilab qovurib oldik, endi suvimizni quyib olamiz. Bir yarım litrdan oshib ketdi.
Sho'ramizni suvi qaynaguncha tiftellarimizni sharq shakliga keltirib olamiz. Doskamiz ustiga klyonka soldik. Yuvishga yana qilmaydi. Buni olib bo'lganimizdan keyin bu klyonkani tashlab yuboramiz. Shuning uchun klyonkka solib oldik doskaga. Kichkina sharikchalar qilib olamiz qo'limiz bilan. Hammasini. Sho'ramiz buni qaynab yetildi. Bu arada mana endi tiftellarimizni solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Tiftellarimizni solib oldik. Endi tuzi ko'rdim sal kam ekan, mana ozgina tuz tabga ko'ra qo'shib olamiz. Lauroris 2 dona tashlaymiz. Ko'katlarimizni ukrop kashnishni tegini mayda qilib to'g'raganmiz, uni ham qo'shamiz, birga qaynab mazasi chiqadi. Buni bitta aralashtirib olamiz. Yigirma 25 minut qaynaydi endi bu o'rta olovda. Ovqatimiz tayyor bo'ldi, tiftelimiz. Juda ham chiroyli bo'lib pishdi. Endi buni suzib olamiz. Tiftellarimizni suzib oldik. Bunga ko'kat xohlagan, yoqtirgan ko'katingizni solib, xohlasangiz qatiq qo'shib tanovul qilishingiz mumkin. Ketgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Xuddi shu retsept asosida tayyorlab ko'ringlar. Kommentariyada izoh qoldiringlar. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Xayr.